Ushbu loyiha Biznesni rivojlantirish banki hamkorligida Qashqadaryo viloyati Gullar tumani Taloqtepa mahalla fuqarolar yig'inida 1403 sonli kontrakt raqamda amalga oshirilayotgan bo'lib, bu yerga tarvuz ekinlari ekilgan. Umumiy yer maydonimiz 13 gektar tashkil etadi. Hozirgi kunda tarvuzlarimiz to'yish jarayonida bo'lib, tarvuzni yetishtirish 90 kun davom etadi. Tarvuzni yetishtirish jarayonida tarvuzlarimiz mineral o'g'itlar bilan boyitiladi va tabiiy sug'orish usullari bilan sug'oriladi. Tarvuzlarni samarali yetishtirish uchun Bekzodbek asl mahsulotlari ishlab chiqarish korporativi biriktirilgan. Tarvuzlarni yetishtirish uchun 13 ta dehqon xo'jaligi har biriga 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Hozirgi kunda tarvuzlarni yetishtirish uchun biz 1 gektar yer maydonidan 35 tonnadan jami 455 tonna mahsulot olishni rejalashtirganmiz. Buning natijasida biz dehqon xo'jaliklarimizning daromadini oshirib, kelajakda dehqon xo'jaliklarining yerga unumdorligi va sifatini oshirish, dehqon xo'jaligining daromadli qilish niyat qilganmiz.